Assalomu alaykum. Kunning muhim voqealari tafsiloti bilan efirda xabarlar. Studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Manas aeroportidagi avtomashinadan tadbirkorning jasadi topildi. O'shdan O'zbekistonga qochishga harakat qilgan askar javobgarlikka tortildi. Sankt-Peterburgda qirg'izistonlik fuqaro avtohalokatga uchradi. O'shda qirg'iz va o'zbek xalqi do'stligini mustahkamlovchi konsert bo'ladi. Manas aeroporti yaqinidan avtomashina bagajdan jasad topilgan. Bu haqda Chuy oblast militsiyasi bildirdi. Ma'lumotga ko'ra, militsiyaga So'qiliq rayonining Komsomol qishlog'ini yashovchisi murojaat qilib, akasi 22 oktyabrda aeroportga ketgan bo'yicha qaytmaganini bildirgan. Mazkur murojaat asosida tegishli ishlar olib borilib, kechga yaqin aeroportga yaqin joydagi avtomashina yukxonasidan qidirilayotgan odamning jasadi topilgan. 39 yoshdagi marhum kuch bilan o'ldirilgani aniqlandi. Marhum Turkiyaga pul o'tkazish bilan shug'ullangan. Hozirda Jinoyat kodeksining qotillik moddasi bo'yicha ish qo'zg'alib, tergov harakatlari boshlandi. O'shda bosh shtabning quruqlikdagi harbiylarning bir askari qochib ketgan. Bu haqda huquqni himoya qilish organlariga iqtibos qilib 24KJ nashri yozdi. Ma'lumotga ko'ra, 36-806 harbiy qismda xizmat o'tayotgan askar chegarani noqonuniy kesib o'tgan. Ma'lumotga ko'ra, uni O'zbekiston chegarachilari qo'lga olib, qirg'izistonlik hamkasblariga o'tkazib berishgan. O'sh shahar sudining hukmi bilan 1 yilga shartli ravishda kesildi. Aniqrog'i 1 yil davomida boshqa rahbarlarning nazoratida bo'ladi deb aytiladi ma'lumotda. Oloy rayonining Tashqo'roq qishlog'ining 50 dan ortiq yashovchisi bugun norozilik namoyishiga chiqishdi. Ularni qiynagan masala Qorasuv rayonining Kattataldiq qishlog'i bilan Oloy rayonining mazkur qishlog'i orasida joylashgan To'g'izbuloq yaylovining talash bo'layotganida. Yashovchilar bu yerda ota-bobolarimiz yashab kelgan, boshqa hech kimga aloqasi yo'q deb yaylovlar bulg'anib, ekologik tomondan zarar keltirmoqda deyishdi. Natijada Oloy rayoni bilan Qorasuv rayonini birlashtirgan Chirchiq yaylovida 28 sentyabr kuni soat 14:00 atrofida marmar qazigan tadbirkorlarning mashinasi bilan ekskavatorni Oloy rayonining Tashqo'roq qishlog'ining yashovchilari buzib ketishgan. O'sh oblast ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, ikki tomondan ham arizalar tushib, 2 fuqaro qamoqqa olingan. Hukumat vakillari bilan bo'lgan uchrashuv vaqtida yashovchilar qamalgan fuqarolarni chiqarishni talab qilishdi. Bu masala bo'yicha tegishli tomon qamalganlarni bugun uy qamog'iga chiqarib, qolgan masala qonun doirasida qaralishini aytishdi. To'xtattonga sizlerдің дағы ақыңар жоқ дейді. Ақыңыз жоқ болса, бізден ең бірінші көйгөйіміз біздікі жайлауымызды бұзып атады. Біздің экологияны бұзып атады. Біз таза суға жетішіп, кранттан су ішелекпіз. Біз арықтағы суын ішеміз. Ошол арықтағы суының башынан барып қазып атады. Ошол біздің ең көйгөйлүү маселебиз ошол болуп турат. Жетекчилермен сүйлөшкөнмүн атканда, маңада келген, маңада бір 15-20 адам келіп кеткен өткенде губернатор жоқ болып қалғанда мен қаулы алғам. Тура ушул жерде. Келгендердің арасында болса керек. Ошонда мен хат жөнөткөнмүн. Ошол хат боюнча мына мен кече эле сурадымбы? Шайырбы кече сурадым. Ошол хат боюнча ким келди десем, хат барыптыр, бирок эми келет деди. Келсе, значит, бүгүн келип калыштары мүмкүн, эртең келип калыштары мүмкүн. Но 1-2 күндө келип, ал жерде барып тактоо иштерин жүргүзөт. Jalolobod oblasining Noken rayoniga qarashli Qiziltuv qishlog'ining yashovchilari chiqindi tashlovchi joyini yopish talabi bilan chiqishdi. Ular qishloqqa yaqin hududga chiqindi to'kilib, yoqimsiz hid bilan birga kasalliklar paydo bo'layotganini aytishmoqda. Bu bo'yicha Davlat ekotex inspeksiyasi tekshiruv olib borib, 3 yildan beri noqonuniy ishlayotgan chiqindi poligonini yopish yoki talabga loyiq ishlatish kerakligi bo'yicha hukumatga ogohlantirish berdi. Masi qishloq hukumatiga qarashli Qiziltuv qishlog'ining 50 ga yaqin fuqarosi qishloq chetiga to'kiladigan chiqindilardan norozi bo'lib chiqishdi. Ular chiqindi poligoni hech qanaqa sanitar talablarga javob bermasligini, shu bilan birga unga yaqin yashagan oila farzandlari turli kasalliklarga chalinayotganini ma'lum qilishdi. Ana bu ayol hukumatga baraverib charchadik. Ayollar kunda kun alışda ele barabыз bu musur uchun. Berge tökkön az kelgensip jol musurdu tөгү азыр Кызылтуу мусорный город болуп калды да. Анан айлабыз кеткенден кеч киргенде биз мына айылдын чекесинде жашайбыз. Күн кеч киргенде мусордун жыты барат да бизге. Балдарыбыз чесотка болуп кетти, котур болуп кетти. Мынандай кызыл беттерине ташыпчы чымындан. Чымын учат шамал менен.
Mahalliylardan biri Pazil Sariyev poligonni qishloqdan ancha olis joyga ko'chirish kerakligini aytadi. Sababi sanitar holat nazorat qilingan chog'da ham atrofdagilarga zarar yetkazishdan to'xtamaydi. Musurni tashashimiz kerak. Bunday ko'rsatkilar mana deputatlar var, ayol oqsoqollar, granitsamiz var, mana noken menen mana u yoqda katta adirlar var. Buyog'i leskoz, buyog'i murunqi o'z-o'zidan ayol hukumatlarga bo'linib qoldi. O'shaqa bo'lsin. Masiq qishloq hukumat rahbari Musa Sulaymonov Chiqindi poligoni aholi istiqomat qiladigan hududdan 1 chaqirim olisda bo'lib, unga mutasaddi tomonlardan ruxsat olinganini ta'kidladi. Bu yerda Masayli hukumatida 26 ming xalq yashaydi. Anan ayavay musur to'lib turgan yer tolbasin aqir o'sha yerda biz büt komissiyonni qaralib, областной yer Ruslar bo'yicha da qaralib, o'sha yer tandaganmizda bardigi bizga qo'rqindu berganda bo'lot deb. Menda qo'rqinlar bardigi var. O'sha negizda biz transformatsiyaga deri tugib turamiz deb masalani qo'yganmizda, hozir o'sha tugatamiz, boshqa tugaturgan yer yo'q bo'lsa. Mahalliylar Chiqindi poligoni bo'yicha 3-oktyabrda Davlat ekotexnik inspeksiyasiga murojaat qilishgan. Shu asosda Qizilto'q qishlog'idagi Chiqindi poligoni tekshirilib, mahalliy hukumatga ogohlantirish berilgan. Agar kamchiliklar 30 kun davomida bartaraf etilmasa, qonun doirasida chora ko'riladi. To'g'ri to'gilgan joyit bo'lgandan jiyinab, tiyishdi, el bilan ma'qullashib turib, tiyishdi yerlarni ochib, o'shal yerga emne qilib berdim. Bütbösö men Kırgız Respublikasının Verenler Kodeksinin negizinde Masayli Hökümetinin başçısına, jana munisipalный şu тазалык департаментinin başçısına çağrı koyuyorum и prokuraturaga ötközüp berem. Xizmat işi boyunca. Masiq qishloq hukumatidagi Chiqindi poligoni 2016-yili ochilgan. Undan beri biror marta ham chiqindi usti yopilib, atrofi o'ralmagan. U yerga har kuni 2 ta yuk tashuvchi mashinada chiqindi olib kelinadi. Bu yil paxta ekkan dehqonlar zarar ko'rishi mumkin, sababi paxtaning narxi o'tgan yilgiga nisbatan arzon. Hozirda 1 kilogramni zavodlarda 40-42 so'm atrofida sotib olishmoqda. Dehqonlar esa sarflangan mablag' o'zini oqlamay qoladimi deyishmoqda. Mavzuni hamkasbim davom ettiradi. Abdurashid Jo'rayev bıyılqı kiresheni ушул 30 sotiqdagi paxtadan alam deb kutgan. Aqaltında östürүү үчүн bir top qarajat sarптап, Aqbulanын 1 kilogramын эле 7 сомдон тердирип жатат. Деген менен кеткен акча акталбай калабы деп санага батып жатат. Расход кылдым, дары салдым, химикатка чачтым, 7 сомдон терип атат. Кереги болбой калды пахта экишти, мындай айтканда. Былтыр 46-47дан болгон эди. Дыйканга 5 сом 6 сом болсо ham акчада бийил paxtanın narxı baland emas. 40 so'm, 41 so'm bo'lib o'tadi. Foyda yo'q bu yil. Abdumalik Mamanov bolsa zavodga 1600 tonnadan ашуун paxta тапшырды. Мынча алтынды 1 жана 2 теримден жыйнаган. Заводдо 1 килограммы 40 сомдон деп бааланды. Бул нарк дыйкан үчүн бир топ төмөн. Азыр быйыл paxta нарк көтөрүлөт, эми билбейбиз, көтөрүлбөйбү. Пока эми акчасын албайбыз, коюп турабыз. Көтөрүлгөндө алабыз, көтөрүлбөсө ушул турмушка керек болсо алабыз, иштетебиз. Негизи ошол. Ошондо чыгаша акталбайт. Жок, акталбайт. Все равно 70-тин тегерегинде болсо акталат, болбосо акталбайт. Учурда заводдордо 40 сомдон 42 сомго чейин деп баа көрсөтүлүүдө. Жетекчилердин маалыматында дүйнөлүк биржа боюнча негизи ак алтынга карата баа төмөн болуп жатат. Анын үстүнө экспорт артка кетип, буланы алуучу мамлекеттерден суроо талап азайды дешет. Россия, Түркия алып атат азыр. Ошо наркты баасын ылдыйраак сурап атышат да. Тажикстан, Казакстан, Россияга жакын экен. Ошо жол кирелер арзаныраак болот экен. Ошонун эсебинен дагы ошол жактан арзан алып атабыз деп чалып атышат. Өткөн жылы ак алтындын наркы 50 сомго чейин жеткен, быйыл деле баа көтөрүлүшү мүмкүн деп күтүлүүдө. Бирок ал да анык эмес. Ал эми Айыл чарба министрлиги бул маселеге кийлигише албастыгы кабарланды. Бул деле жеке менчик заводдо жеке менчик болгондон алар өздөрүнүн Россиядагы же болбосо Түркияга да чыгат бизден. Түркиядагы баягы баасын карап туруп, ошого өздөрүнүн ылайыктуу тоза келсе гана ошондо балакнаны сатышат. Бирле Араван районун ала турган болсо, бул жылы былтыркыга салыштырмалуу 150 гектарга көп, тагыраагы 3528 гектар аянтка ак алтын эгилген. Ошол эле учурда түшүмдүн мол болоору да күтүлүп жатат. Бирок баанын төмөн болушу кийинки жылдан тарта дыйкандарды башка өсүмдүк түрлөрүн өстүрүүгө айласыз калтырышы ыктымал. Нуржамал Баргыбаева, Бексултан Абиев, Ынтымак.
Qadamjoy rayonida yo'l nozirlari navbatdagi reydni o'tkazishdi. Unda rayon hududida yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash xodimlari shahar ko'chalarida mashinalarning profilaktik yo'nalishida ish olib bormoqda. Asosan yo'l halokatlarini oldini olishga yo'naltirilgan. Reyd vaqtida yo'l qoidalarini buzgan haydovchilar ro'yxatga olinib, yo'l nozirlari bilan aytishganlar ham bo'ldi. Batafsil navbatdagi lavhada so'z bo'ladi. Siz mizamga boshing. Yo'q, bu yerga biz 20 yildan beri turamiz. Iznaka boshing bo'ldi. Problem saqtangiz yo'l rejasini bo'ldi. Ana Alijon aka, chaqiringiz ham mayerga. Chaqiringiz kelsin Alijon aka. Qadamjoy shahrida ilk marotaba avto to'xtash joylariga mashinalarni noto'g'ri to'xtashi bo'yicha yo'l nazorat xizmat xodimlari o'z ishini boshlashdi. Bo'ptir, mayerga znak qo'ysin, ana shularni turib bo'lsin. Men ana qo'yib qo'yin shetga. Shuncha yildan beri minib yurib, shu hozir men pravoma jazolanganman, men jinib keladadi. Yo'l rejasini buzgan yo'qmunda, men odam olib o'taman mayerdan. Qizilqaga odam tashiyim, taksismen. Shu o'zlariniki uzilib o'tadi ana, znakdan uzilib o'tadi. Bu yoqqa o'tishga mumkin emas ularga. 200 metrda o'tadilar. Dastlab haydovchilar va nozirlar orasida kelishmovchiliklar yuzaga kelib, yo'l belgilari noto'g'ri o'rnatilganini aytgan haydovchilarga yo'l harakatini nazorat qilish xodimlari tushuntirish ishlarini olib borishdi. Yo'lovchilarni tashish bilan shug'ullangan haydovchilarni tekshirgan vaqtda qatnov varaqchasi yo'q ekani va mustaqil ravishda qo'shimcha o'rindiqlar o'rnatgan haydovchilar aniqlanib, ularga nisbatan bayonnomalar rasmiylashtirildi. Remender taqmay keldingiz. To'sib, reydni negizida to'xtatib tekshirgan uchun dokumentlar uyda qolib ketdi. O'shaning negizida avtounasi stanka qo'yildi. Reyd davomida 50 dan ortiq bayonnomalar rasmiylashtirildi. Undan 3 ta holatda haydovchi mast holatda avtomashina boshqargani aniqlangan bo'lsa, 8 ta avtomashina vaqtincha jarima maydoniga kiritildi. Mana shunday reydlar Batken oblasti hududida joriy yilning 23-oktyabridan 27-oktyabrgacha davom etadi. Mamlakatlik belgisi yo'q transport xarajatini boshqargan haydovchilarga qarata O'shonday ele jasalma mamlakatlik belgisi bilan transport xarajatini boshqarib yurgan uchurlarga ko'ngil bo'lib o'tamiz. An içinde dağı başka mamleketlerden, Rossiya Federatsiyasidan, başka Avrupa mamleketlerinden kirgizilgen transport xarajatlarının bizdin mamlaketke girgenden keyinki qattiği alınmagandığı tuuralı. Joriy yilning 9 oyida Qadamjoy rayonida 82 ta yo'l halokatlari ro'yxatga olingan. Vafot etganlar ham bor. Hilol Ashurova, Asqar Baymuratov, Jirg'al Abdujalilog'li, Intomoq, Batken. Qirg'iziston Respublikasi Premier Ministri Muhammadqalay Abilg'aziyev Rossiya Federatsiyasining Moskva shahriga ish safari bilan ketdi. Safar davomida hukumat rahbari Yevrosiyo hukumatlararo kengashining navbatdagi yig'inida, shuningdek, joriy yilning 25-oktyabrda bo'ladigan Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hukumat rahbarlarining navbatdagi yig'inida ishtirok etadi. Yevrosiyo hukumatlararo kengashi yig'ini kun tartibida 15 masala ko'rib chiqiladi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi hukumat rahbarlarining majlisida esa 19 masala muhokama qilinadi. Yig'in yakunida bir qancha hujjatlar imzolanadi. Batken oblastida prokuratura xodimlari uchun umumiy 32 xonadonli xizmat uylari foydalanishga topshirildi. Bu qonun himoyachilarni o'z vazifasini bajarishga sharoit yaratadi. Bunga qadar ular boshqa uylarda ijarada yashashgan. 2018-yildan boshlab hududlarni rivojlantirish yili asosida prokuratura tarmog'iga e'tibor qaratilib, xizmat uylari qurila boshlagan. Batken oblasti bo'yicha umumiy 32 prokuratura xodimi yangi uylik bo'ldi. Batken oblasti va rayon prokuraturasiga 24, Laylak rayoniga 5 va Sulukda shahar prokuraturasiga 3 xonadonli xizmat uylari qurildi. Oldinda Qadamjoy va Qizilqiya shahar prokuraturasi uchun harakatlar bormoqda. Shuningdek, o'lkani raqamlilashtirish yili davomida Batken oblast prokuraturasida huquqiy statistika va hisob bo'limi ochildi. Endi jinoyatlarni ro'yxatga olish mana shu bo'limda olib boriladi. Bugungi kunda 3 bizning prokuratura xizmatkorlarining uy joylari bilan qamsiz bo'lishdi. Bu Sulukta shahri, Leylek rayonining xizmatkorlari, mana Batken rayoni bilan Batken oblast prokuraturasining xizmatkorlari. O'shonday ele yangi yilga planlashtirilib o'tadi. Qizilqiyada yer aldık, go'sakt aldık. Anan Qadamjoy rayonidagi janağı xizmatkorlar uyi bilan qamsiz bo'lib turganga bir ish harakatlar bo'ldi. Qirg'izistonda qand qizilchasini yig'ish ishlari qizg'in bormoqda. O'tgan yiliga nisbatan bu yil o'lkaning ayrim hududlarida qizilcha 2 marta ko'p ekilgan. Yig'im-terim ishlari sababli fuqarolar vaqtincha ish bilan mashg'ul bo'lishmoqda. Qand qizilchasi yetarli darajada ekilgani uchun shakar arzon narxda sotilmoqda.
Bu kombayn qand qizilchasini bir vaqtning o'zida bargini kesib, qazib, yig'ib ketadi. Shu sababli Manas rayonida qand qizilchasini yig'ish ancha oson bo'lib qoldi. Biroq qo'l mehnati ham albatta kerak. Bu kombayn rayondagi Mambetjanata qishloq xo'jaligi kooperativiga tegishli. Kooperativ tasarrufida esa 300 gektardan ortiq yer bo'lsa, bu yil 18 gektarga qand qizilchasi ekilgan. Men o'zim qand qizilchasini 4-yildan beri aytyapman. Tushuntirib yaxshi. Жаңғы алғаш айдаған жылдары кішкене түсіне албай жүрдік. 2 жылдан бері жақсы. Қазір маймаққа төгіп отырмыз. Ошо маймақта біздің қант қылшасын пирог болған жер ошо жерге төгөбүз. Ошо жерден 25%-ін акчалай берет. Калганын сахар менен алабыз. Өткөн жылкы 1,5 тонна алгам. Быйыл да ошо 1,5 тоннадан өйдө болот. Быйыл ошондо Bu yerda ish qizg'in bormoqda. Ishchilarning biri qizilcha qazib yig'sa, uni yollanma ishchilar yaprog'ini kesib bir joyga to'plashmoqda. Yana biri esa katta mashinalarga ortsa, maymoq stansiyasida hosilni qabul qilayotgan Qayindi qand ishxonasi qizilchani qabul punktiga yuboradi. Qayindi qand ishxonasi bilan tuzilgan shartnoma bo'yicha bu yil hosilning 25%ni naqd pul bilan, qolganini shakar bilan beradi. Bu ham yaxshi deyishadi dehqonlar. Sababi qand qizilchasini yetishtirishga Manas rayonining iqlimi mos. Qizilchani ekib, yig'ib olguncha texnika bilan ishlanadi. Yangi texnikalardan olyapmiz. O'sha yangi texnikalarning bari 30% to'lab, 7 yilga, 8 yilga olyapmiz. Ошо төлөп атабыз. Калган айлыкка кетет, малчыларга кетет. Сезон убагында азыр рабочылардын баары азыр бир жагы 60 киши иштеп атат. 2 бригада болуп, 2 жерде иштеп атат. 30% таза прибыль болсо, 70% расходка кетет десе болот да. Канд кызылчасын өстүрсө пайдалуу. 80, 70, 80, 90 тонна берсе пайдалуу эле бул. Mazkur kooperativga tegishli bo'lgan yerning 3 gektariga kuzgi va bahorgi bug'doy ekiladi. Qolganida esa olma bog'i bo'lsa, qand qizilchasi, kartoshka, piyoz va boshqa qishloq xo'jaligi o'simliklari ham ekilgan. Shu sababli bu yerda yil davomida ish qizg'in boradi. У нас идет уборка свеклы. Азыр бизде кызылчаларды жыйнаа иштери жүрүп жатат. Күзгү түшүмдү алып жатабыз. Быйылкы түшүм абдан жакшы болду. Бир аянтты толук бүттүк. Эми дагы бир аянтты жыйнайбыз. Муну жыйнап бүткөндөн соң пияздарды алып баштайбыз. Там лук уже убраны. Qand qizilchasini yetishtirish daromadli ish ekanini dehqonlar ham yaxshi tushunib qolishdi. Yildan yilga bu o'simlikning maydoni ko'paymoqda. Pokrovka qishloq hududida bu yil 74 gektar yerga ekilgan. Qand qizilchasi жыйналып атат. 74 гектар себилген Покровка айлык мөт боюнча. Бүгүнкү күндө мына тең жарымы бүтүп, азыраак дыйкандарыбыз өзүңүздөр көрүп тургандай акыркылар калып атат. Быйыл урожайнасы жакшы, Кудай буйруса. Погодада дыйкандар үчүн жакшы болуп берип атат. Кызыл пияз болсо баары жыйналып, складтар кампаларына киргизип алышты дыйкандар. 38 гектар пияз тигишкен. Айлык мөт боюнча будай дан эгиндери жыйналып калган. 640 гектар суугат жерден, 320 гектар кайрак жерден. Быйыл Кудай буйруса урожайнасы жакшы будай жылы. Таразга киргизишет, коңшу Ошко ташышат. Ayni vaqtda qand qizilchasini hosilini yig'ish ishlari bormoqda. Sotish bo'yicha muammo yo'q. Qizilcha ekiladigan maydonlar ko'paygani sababli shakarning narxi arzonladi. Aniqrog'i 1 kilogrammi 35 so'mdan sotilmoqda. 29 oktyabrda O'sh shahrining Bobur teatrida ikki xalqning do'stligini aks ettirgan konsert o'tkaziladi. Hozirda teatr xodimlari va Toshkent shahridan kelgan san'atkorlar tayyorgarlik ishlarini olib borishmoqda. Unda konsert dasturi milliy cholg'u asboblari bilan jonli o'tadi. Tadbirga Tojikiston va O'zbekistondan mehmonlar chaqirilib, Qirg'izistondan ham vakillar qatnashmoqchi. Maqsadi millatlararo do'stlikni mustahkamlash, hamkorlik va ijodiy tomondan tajriba almashish. Albatta, Tojikistondan, O'zbekiston. Albatta, bizga yaqin Tojikistondan jana Toshkentdan qo'noqdor, ustalar jana chaqirmachilik shu yerda жүргөндөр kelishadi. Belgilangan kuni konsertimiz jog'orqi dengelde o'tadi deb ishonamiz. Yetuk san'atkorlar, ustozlar tashrif buyurishadi. Bugun intimaq muxbirlar tomonidan tayyorlangan xabar va lavhalar mana shulardan iborat. Oldinda sizlarni ertangi kunga olingan ob-havo ma'lumot kutmoqda. Tuningiz osida o'tsin, xayr omon bo'ling.